Bugungi darsimiz mavzusi oziq-ovqat sanoatida an'anaviy va noan'anaviy qo'shimchalar. Biz iste'mol qilayotgan har bir mahsulot, ya'ni non, qandolat, kolbasa, sok, hatto yogurt ham turli qo'shimchalar yordamida tayyorlanadi. Ularning ba'zilari qadimdan ma'lum va xavfsiz sanaladi. Boshqalar esa zamonaviy kimyo va biotexnologiya mahsuli hisoblanadi. An'anaviy ozuqa qo'shimchalari. An'anaviy qo'shimchalar bu qadimdan ishlatilgan tabiiy moddalar bo'lib, oziq-ovqatni saqlash yoki mazalilikni oshirish uchun qo'llangan. Ular odatda xalqona usullar deya qaraladi. Misol uchun, tuz, ya'ni natriy xlorid, go'shtni tuzlash, bodring tuzlamalarida ishlatiladi. Shakar, ya'ni saxaroza, murabbo, sharbat, qandolat mahsulotlarida ishlatiladi. Sirka kislotasi, merant konservalash mahsulotlarida ishlatiladi. Achitqi, xamirturush, non va pivo mahsulotlarida ishlatiladi. Bu qo'shimchalar tabiiy bo'lsa-da, me'yordan ortiq iste'mol qilish zarar yetkazishi mumkin. Masalan, ortiqcha tuz qon bosimini oshiradi. Noan'anaviy, ya'ni zamonaviy ozuqa qo'shimchalari. Ilm-fan rivoji bilan oziq-ovqat sanoatida yuzlab yangi moddalar paydo bo'lmoqda. Ular ko'pincha kodlar shaklida ko'rsatiladi. Bularga misol qilib, konservantlarni oladigan bo'lsak, ularning vazifalari buzilishni sekinlashtiradi. Misol uchun, E211 natriy benzoat va E202 sorb kislotasini misol qilib olsak bo'ladi. Bundan tashqari, bo'yoqchi, ta'm kuchaytiruvchi va stabilizatorlar ham kiradi. Tabiiy va sun'iy qo'shimchalar taqqoslanadi. Tabiiy konservantlar, limon kislotasi, rozmarin ekstrakti, asal, propolis kiradi. Sun'iy konservantlar, nitratlar, sulfatlar mahsulotni uzoq muddat saqlaydi, lekin ortiqcha miqdori xavfli hisoblanadi. Demak, xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat qo'shimchalari bu zararli kimyo emas, ularning an'anaviy, sun'iy va foydali biologik turlari ham mavjud. Eng muhimi mahsulotni me'yorida iste'mol qilish va yorliqni o'qib yurish lozim.